Hop, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugun biz kompyuterning ichini ochib, ko'rsatib sizlarga obzor qilib beraman. Ya'ni qayerda nima turish haqida ma'lumot beraman sizlarga. Hop, bu kompyuterimiz Lenovo IdeaPad 3 modeli. Buni ochib ko'rsatamiz. Hozir bizning kompyuterimiz yoniq holatda qolib ketgan ekan. Bu kompyuterimizni o'chirib olishimiz kerak avval. Hop, endi bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu qismi motherboard, ya'ni ona platasi hisoblanadi. Endi bu batareyka, bu qismi. Mana bu narsalar dinamiklar. Hop, bu narsalar dinamiklar. Endi bu zaryadga oldiradigan charger qismi, bu va bu qismlari USB 3.0 portlari. Bunisi bo'lsa HDMI, Type-C va jack portlar. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda adashmasam SSD'miz joylashgan. Mana bu ko'rib turganingiz ikkita narsa, bu RAM. Bunda RAM 8 GB ekan, ya'ni 4 GB dan ajratilgan. Ikkita RAM qismi. Endi hop, bu yerda bu yer qismlari Wi-Fi kartalari bular. Endi mana bu CPU, ya'ni protsessor qismi. Buni ko'taradigan bo'lsak, pastda protsessor bor. Termopasta bilan bu yerda sog'lik ta'minlanadi. Xo'p, asosiy tushuntiradigan narsalarimiz shundan iborat. Endi monitor bilan qanday bog'lanadi protsessor deydigan bo'lsak, bu yerdagi kabel va bu yerdagi kabel e'tibor bersak, bittasi quvvat, bittasi bo'lsa ta'sirini uzatadi. Buni sovutish tizimi yopiq sovutish tizimiga ega ekan, ya'ni sovutish kullerlari bu qismi orqali, mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu qismi orqali havoni yutib, shu yerdan havoni chiqarib berar ekan. Bo'ldi, bugungi tushuntiradigan narsalarim shundan iborat. Ya'ni kimlardir qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, Telegram guruhimizda o'z savollarini yozishi mumkin. Endi biz buni o'sha qavvagidek akkuratni qilib korpusni joyiga qo'yishimiz kerak. Endi to'g'ri joylashtirib olamiz va sekin bir chekkadan bosib chiqamiz. Endi ehtiyotkorlik bilan ekranni alohida ajratib turib, mana bunday qilib bosib chiqamiz. Bosmani. O'zi yonib ketdi.